Qanchadan beri Polshadasiz va yoshingiz nechida? Yoshim 20 da, Polshaga kelganimga 2 oy bo'lyapti. Mana shu bahorgi semestrga kelganman. O'qishga. Ha, 2 oydan beri Polshadasiz. Kontraktingiz uchun qancha pul to'lagansiz? Kontraktga 2000 yevro to'ladim. Shu anaqa sohasi bo'yicha, turizm sohasi bo'yicha. Qaysi universitetda o'qiysiz? Vincent Paul universiteti. Universitet yoqdimi? Ha, universitet yoqdi. Hamma qulayliklari bor. O'qisa bo'lar ekan. Hozir 2 oydan beri ko'pchilik adaptatsiya qiladi. Sizda adaptatsiya jarayoni qanaqa bo'ldi yoki adaptatsiya qilib qo'yasizmi hali ham? Menda adaptatsiya sразу kelib ko'nikib ketdim, chunki shaharcha unaqa qilib rivojlanib ketgan shahar emas. Kelib o'rganib ketsa bo'ladi. O'zimiz Toshkentga o'xshagan shahar. Kelib o'rganib ketish unaqa qiyin bo'lmadi. Siz Varshavada ham bo'lganmisiz? Varshavada bo'ldim, faqat aeroportidan tushib shu Vincent Paul kelgancha. Lublin shaharni sizga yoqqan tarafi va yoqmagan tarafi? Yoqqan tarafi bu yerda transportlarda qulaylik bor, chunki vaqti-vaqtida keladi avtobuslar, hammasi kelgan har bir peshixodda odamni qo'yib yuborishi. O'zbekistonda unaqa narsa yo'q to'g'risi. Yoqmagan tarafi shu endi nima qiladi, juma kuni, shanba kunlari sal ichkilik ko'proq bo'ladi, odamlar kechki payt uch uyda o'tirgan yaxshi. Hozir ishlaysizmi? Hozir ishga kirdim, skladga. Hozir to'g'risi unaqa kecha birinchi kun ishladim. Kecha birinchi kun. Ish topishingizga ham 2 oy vaqt ketdi baribir. Da, anaqa endi u ishni topuvdim, просто nabor endi boshlandi-da. Hozir sezon boshlanganga o'sha hozir ishlayapman. Talabalar bu yerda soatiga qancha olishyapti? Talabalar bu yerda nalog to'lashmaydi, 27.7 olishadi. 27.7 bu примерно $7 bo'ladi. Agar dollarga hisoblasa, $7 bo'ladi. Oyga qancha xarajat qilasiz? Oyga shu o'zimdan ketadigan kvartiraga bir 700 zlot to'laymiz, 2 kishi olamiz, 1400 общий. Yeb-ichishimga shu oyga 500 zlot ketadi. Yo'l kira yeb-ichish. Bu shaharda yashash ancha arzonsan. Da, ancha arzonroq. Polshaga kelmoqchi bo'lgan talabalarga nima maslahat berasiz? Polshaga kelmoqchi bo'lganlarga bemalol kelib, shu harakat qilib, agar o'zlariga ishonsa, bemalol kelib, ishlab, o'zini eplab ketsa bo'ladi. Oyga pul topib, uyga jo'natsa ham bo'ladi. Uyga jo'natish qiyin. Endi o'rganadi odam. Rahmat kattakon intervyu uchun.